Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan do'stlar. Bu galgi obyektimizda hop 4 xona, pashti 4 xona uyda oldi 26 metr ekan, metrga aytganimizda 26 metr yer. Bo'yi 217, 317 bulardi. Bo'yi 317, pastini pena bo'lib urilgan bularni pastiga, tepasiga podagonni qo'yish uchun derazalar pasti qisqartirilgan. Hop, derazalarimiz 2 qavatli. 3 ta eshigimiz bor, bitta eng boshidan bor, bitta o'rtadan bor. Uchinchisi eng oxiridagi yerimizda 3 ta joy katta bo'lgani uchun o'ziga mos qilib turib 3 ta eshik qo'yilgan. 2 qanotli eshiklar hammasi. Yoniga usulenli qo'yilgan, chift quloq. Oynalari 2 qavatli steklopaket. Hop. Buni narxi 33 millionga tushgan. 25-yilda dekabrda qilingan, bitirib berilgan yer. Hop, 33 millionga qilib berdik. Ichkaridagi holatlari, ochilib yopilish, hammasini bir boshdan ko'rsatamiz. Hop. Birinchi eshigimiz, hop. Bu yerga tosh podagonligidan qo'yishgan, chunki mahkamroq bo'lishi uchun. Ochilishlari juda yaxshi. Oynalarimiz 2 qavat. Mana shunday holatda ikkitadan ochiladigani bor. Bittadan ochiladigani bor o'rtadan. Hop, mana shunday holatda eshigimiz bor bu yerda. Eshigimizda tepasida ham bitta ochilishimiz bor. Mana shunday holatda ochiladi eshik. Eshik tepasidagi fortchkamiz, eshigimiz ikki qanotli bu ham. Ularda ham oynasi 2 qavatliga qilingan, moslangan. Hop, bu tomonimizda bitta deraza, bitta eshigimiz bor. Buni ham bitta tomoniga usulenli qo'yilgan, chunki bitta yaxlit eshik, bitta tomonida derazasi bor. Bu tomoni eshiklik, bu tomoni derazalik, bayroq holatda yasalgan eshik bu. Hop, oynalar 2 qavatli oyna, mokriga oq oyna o'rnatilgan, hammasiga barchasi o'sha, hatto o'sha alkofollarini ham hammasi o'sha narxning ichida, faqat tosh podagonligini uyda egalari o'zlari o'rnatib olishgan, tosh podagonligini. Hop, qolganini o'zimiz qilganmiz. O'rnatib berish, hamma ustanovka yasab kelish, oynalarni ham o'zimiz paketlab olib kelib o'rnatganmiz. Hop, 33 millionga qilib berganmiz mana shu yerda. 25-yilda dekabrda bitirib topshirib berdik uy egalariga. Ko'rsatmoqchi bo'lgan obyektimizdagi narsalar shulardan iborat. E'tibor uchun rahmat, salomat bo'ling.